Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 10-may 2025-yil. Xudo xolasa, navbatdagi 7 go'sht do'konimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumaniga Noila opamga taxlab berdik. Xudo xolasa, juda ham sifatli chiqdi, chunki 8 ga 8 profil asosiy qismiga. Akfala antrazet mana. O'ynalar 4lik. Profillar mana 6 ga 4 ham qo'yilgan, 8 ga 8 ham qo'yilgan. Tunikalarimiz mana yaqinroqdan olib kelsalar ham juda ham sifatli, mana maloshni mokriy svetda. Qolgan hamma joyi mokriy. Ili zamoglari ham yaxshisidan qo'yilgan, zamok yaxshisidan. Oldi qismi 3 metrini yopib berdik, 3 metrini. Mana antrazet materialdan. Rama etdi 8 ga 8, profillar polni aylanasiga asosiy qismiga 8 ga 8 profil qo'yilgan. Baquvvat bo'lish uchun 10 marta 20 marta ko'chirsanglar ham xudo xolasa usileniya qilib terilgan, ko'chmaydi, ili tashavormaydi. Juda ham baquvvat. Ichlariga kelsak, devorlar 100% MDF. Hozir ko'pchilik MDF ishlatmayapti. Chunki juda ham qimmat narsa, do'konlar qimmat chiqib ketadi. Lekin bizda Promoy Rossiyadan kelyapti. Ekologik toza mahsulot, hech chiqarmaydi issiqda. Polimiz ham xuddi shunday. Garantiya beraman, MDF issiq sovuqda ushlashga ham ancha yordam beradi, xudo xolasa. Devorlarimizni aytdik, oldi akfa antrazet, polimiz ham MDF dedik. Xo'p, buni ikkinchi xonasi 3 ga 3 xona qildik. Bu xonani to'g'risida nimaga ishlatib bilmadim, klientning xohishiga qarab qilib berdik, Noila opamni. Bular ham xuddi shunday MDF, 4 taraf ham mana devor, orqada fortishga, havo almashishiga. Xullas, 2 xonali do'kon qilib berdik. Kimga shunaqangi do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Respublika bo'yicha dastavka ustanovka bor, respublika bo'yicha. Keyin 36 oyga bo'lib to'lash bor bizda. Boshida 2 million berasizlar. Qolgan 36 oyga bo'lib to'lasanglar bo'ladi, xudo xolasa. Sharoitga qarab bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman. Telegram gruppaga ham a'zo bo'linglar, xudo xolasa. Kunli nechta do'kon qayerga chiqib ketyapti, tashlab boramiz gruppaga, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar.